Assalomu alaykum, hurmatli chorvanaxlar kanalining ashaddiy obunachilari. Obunachilar, xudo xolasa 5-4 kun bo'ldi video qo'ymadik. Xudo xolasa yangi partiyalar tushdi. Ojaka mana undaqalardan yetib kelgan tozalaridan aylantirsan, cho'pon bolaga tushdi. Videoni oxirigacha tomosha qilib, bahorda havos boshlanadi. Xudo xolasa udonlarini olib chiqaman. Bugun obzorimizga xotirjam jelashing, zo'rini tomosha qiling aka. Like-da bosib qo'ying aka, like-da. Chiroyli ishingizni xudo xolasa bugun obzorda bitiramiz. Shoning dahshatlar, qulog'i vahsh uzunlar kelgan. Oq yuz ismi hammasidan bor. Videoni oxirigacha tomosha qilib tursangiz, xudo xolasa padishkada tursangiz bo'ldi aka. Zo'rini obzorga qo'yamiz xudo xolasa. Yaxshi niyatda chiroyli kanalga o'tib, obuna bo'lib, bitta like-ni bosib telefon qiling, ishingizni bitiraman. Aka kanalda tomosha qilib o'tirganingizda oji bu mana eng osonida bu ish. Qarang, shuni essangiz qo'ng'iroq chiqadi. Qo'ng'iroqdan yana bitta shuni essangiz kimdadir visi, kimdadir hammasi chiqadi. Har doim irimay obuna bo'lib keting. Sizga tavsiya qilaman. Mana shu like bo'ladi aka. Like tushunishingizni qo'ying. Bugun tomosha qiling, zo'ri chiqadi aka. Gap ko'paytiramiz, cho'zimiz. Qisqa va lo'nda videoni chiroyli olib boramiz. Ketdik. Mashalloh, ko'rganda bugun bizni obzorimizga chiqadigan qo'ylarga bitta mashalloh deb ketding aka. Sizdan xohlasa chiroyli biddishga bo'ladi. Bitta bahoni bering aka, bo'ldi. Videoni boshidan har doim obunachilarimiz chiroyli like tezib turinglar. Zo'rini bugun obzorimizga olib chiqaman. Ro'za bilan charchamay xudo xolasa tomosha qilib tursalaring bo'ldi. Boshlaymiz unda. Assalomu alaykum, hurmatli chorvanaxlar kanalining ashaddiy obunachilari. Har doimgidek chorva ishqibozlari, akalar, Namangandamiz, tanib bilib, videolar tomosha qilib zo'rini olib boqaman degan akamiz bormidi? Xudo xolasa tomosha qilsangiz aka, yangi partiyani tushirdik. Bitta like-da bosib qo'ying hoji aka. Zo'rini bugun chorvanaxlardan xudo xolasa olasiz. Tomosha qiling, narxni chiroyli arzon qilib chiqazib beraman. Obunachilar aka tushgan mevani qarang. Bugun kunimizga 23-fevral 2026-yil. Aka bugun dushanba. Kunning birinchi barakali kuni. Xolasa kechga obzor chiqadi, ish bitadi. Har yo'liga ishingizni bitirib, zo'rini olib chiqib beraman. Qo'chqor deysizmi, so'liq deysizmi, hammasidan va xolasa bor. Mashalloh qo'ydi qarang, turishini. Ona bolani gigantini olaman degan akalarimizga aka bugun partiya ozgina ko'proq. Vaqtingizni hech bo'lmasa 30 minutga 40 minut sarflab qo'ying. Obzordagi partiyada qo'ylar arzisa va xolasa ishingizni bitiramiz. Mashalloh, mana uni qarang aka. Qo'ydi giganti, va xolasa boshladik. Birinchi partiyamiz. Ona bolani zo'rini olib boqaman degan akalarimizga yetib kelgan-u, uddoridan. O'ga qo'ydi parametriga bitta bahoni bering. Tamam. Hop, bolasi urg'ochi, 5 kunlik qo'zi mana aka, 5 kun bo'ldi bolasiga. Bolani ham tushganini qarang, uddor tushgan qo'zisi ham. Ishqibozlari bo'lsa sotiladi, bemalol aloqaga chiqib bog'laning. Akalar bu masalada zo'rlardan kelamiz. Birinchi qo'l cho'pondan tushadi. Tomosha qilib tursangiz, siz o'ylagandan ham arzon bo'ladi. Aka, mana qo'zi tushganini qarang. Mashalloh, 5 kun bo'ldi qo'ziga. Urg'ochi, quloqqa bitta bahoni bering. Ondan aka parametrga ishqibozlik qolasini ko'rib turib ham qo'ydi. Jo'nataman, chiroyli qilib qabul qilib olasiz. Orinmay pul sanayveradigan narsalarni obzorini bugun qilamiz. Hop, ketaveradi. Ya ikkinchi, ya uchinchi bolasi qo'y 6 ishga chiqazyapti. Rag'za kuchudagi bundan keyingi qo'chqorni zo'rini qo'shib qo'yib, tayyorlab bolasini olaman degan akalarimiz bo'lsa, ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Mashalloh, turishni qarang aka. O, aka mana bu tushgan qarang. O, jonivorni qarang, qo'zi silliq tushganda qarang. Yaxshi narsa qo'shgan ekan, oyoq qo'lda qarang baquvvatligini. Urg'ochisi aka mana. Hop, obunachilar narxiga keladigan bo'lsak, bo'ladigan narxi 12 million so'm bo'lsa yetkazib beraman. Aloqaga chiqarasizlar. 12 million so'mga Toshkentga dor. Dastlabkasi bizni bo'ynimizga. Bemalol bog'laning, ish bitadi. Tomosha qilib kuzatib turing aka. Bundan keyinga yana zo'rlaridan xohlasa chiqadi. Mana aka, kinnigi ham tushgan yo'q. Endi bugun ya 5-kun, shunaqa 5-kun bugun. Tug'ilganiga. Bizga ham yangi tuqqanda yetib keldi. O'zimning qo'limda 4 kun, 3 kun avvalda turdi. 12 million so'm bo'lsa qo'ydi, sotaman shu o'ziga. Bemalol bog'laning, ish bitadi. Ammo zo'rini olaman degan akalarimizga. Aka,
Razrezga bitta bahoni bering sog'liqda. Mashalloh. Ama yirik. Onasi juda katta qo'y. Zo'rini olib boqaman desangiz, xudo xolos aloqaga chiqa olasiz. Bunaqasi aka hadeb ham kelolmaydi. Kelganda foydalanib olib qoladigan yerda. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqsin, zo'rini yetkazib beramiz. Xudo xolos mana qo'ydi. Bitta baholang aka, qo'ydi turishini qarang. Mashalloh. Hoji aka idishiga bitta bahoni bering. Mana idishni qarang. Bola baxshiga ham xudo xolosa chiroyli baqiga. Mana aka so'liq turishiga bitta qarang. Mashalloh. Shuni bitta ochib qo'ychi aka mana. Endi oltinsiga chiqazyapti qo'y. Xolosa. Yo'qsa aloqaga chiqing, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Ammo qo'ydik juda yirigini olasiz. 12 million so'mga ketaveradi. Tomosha qilib turing, yana zo'rlaridan xudo xolosa bugunga yetib kelgan. Shularni obzorini qilamiz, chiroyli bir yoritamiz. Hoji aka tavsiya qilaman, qo'ziga bahoni bering, qo'ziga tushgan mevaga. Ketaveradi. Bitta bahoni bering aka, mana bu tushgan mevaga bitta bahoni bering. Mashalloh. Hadab ham kelolmaydi. Kelganda foydalanib bosib yoradigan yerda. Ikkinchi partiya bo'ladi, obzorini qilamiz. Ishqibozlariga tozasidan yana yetib keldi aka, zo'rlini olasiz bugun. Va xolosa tomosha qilib tursangiz, zo'rlaridan yetib kelgan bugungi obzorimizga. Mashalloh, qo'ydi qarang. Hammamizga nasib qilsa, niyat qilgan akalarimizni qo'ralarida xudo xolosa bo'lsin. Obunachilar ikkinchi partiyamiz. Bolasi urg'ochi 4 qo'y. Mana ishqibozi bo'lsa sotiladi. Maza qilib naslni oling. Bosoradigan yerda. Katta yirik qo'y so'ragan akalarimizga bugun yurak, suyak katta yiriklar kelgan. Mashalloh, ona bolani qarang. Bolasi urg'och aka mana bolani. Bola baxshiga bitta bahoni bering, xudo xolosa. Cho'tkinasi. Mashalloh aka, quyoshda ham bir tomosha qiling bugungi obzorimizni. U qo'yda turishini qarang. Parametriga aka bitta bahoni bering. Toza Qirg'iziston, toza Bishkekdan o'tgan ona bolani uddarini olib boqaman degan akalarimizga xudo xolosa yetib keldi mana. Mashalloh aka, hoji aka tushgan qo'ziga bitta bahoni bering. Onaga bitta bahoni bering karbonosiga aka mana. Ishqibozlari bo'lsa sotiladi, aloqaga chiqa olasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak 14 million so'm bo'lsa yetkazib beraman. Bemalol telefon qiling, ish bitadi aka. Quyoshda ham bitta reklama qilaylik dedik. Quyoshda tomosha qilgan qo'ydi aka, mana. Zo'rini olib boqaman degan obunachilarimiz xudo xolos telefon qiling aka, bolasi urg'ochi. Yangi mana qo'zini tushganini qarang. Qirg'iziston, Bishkek. Ona bolaga bitta bahoni bering aka, xudo xolosa. Bo'ladigan narx Toshkentga dor 14 million so'm bo'lsa yetkazib beraman. Telefon qiling, ish bitadi. Toza narsani bolasini olib boqaman degan akalarimiz telefon qilaverasizlar aka. Mana yaxshi narsa tushgan olma ishqiboz bo'lsa sotiladi. Shuni bitta ochib qo'yishni olib qo'y. Mana aka yosh qo'ydi, yosh. 7 yil, 8 yil ishlatib bolasini olaman desangiz, xudo xolos tavsiya qilamiz. Obunachilar. Bo'ldi. Bitta garbonasini uzatib aka mana. Qo'ydi garbonasiga bitta ishqibozon xudo xolosa. Zo'rini olasizmi? Tavsiya qilamiz. Mashalloh, qo'ydi qarang obunachilar. Mana aka qo'zisiga bitta bahoni bering, xudo xolosa. Idishini qarang buni. Oling, zo'rini oling, tavsiya qilamiz. 14 million so'mga ketaveradi. Ammo yosh narsa aka. Qirg'iz parovda hadab ham kelolmaydi. Kelganda foydalanib olib qoladigan yerda. Ishqiboziga sotaman aka, 24 soat aloqadamiz bugun. Bugun ishoning oladigan kun. Yaxshi narsani biz sizga tavsiya qilamiz, bosib oling gaziga. Ammo qo'ydi parametri juda kuchli narsa. Tushungan odamimiz sirazi buni anglaydi. Mashalloh, aka ona qo'ydi qarang. Bunaqasi kelganda aka bosib qoladigan joyda dangal. Nimaga aka hadab ham kelolmaydi. Bunaqa sorti bor qo'ydi aka, joyda ham uncha summaga bermaydi bizga ham. Kelyapti, yengil-yengil qo'yapman, xalq maza qilyapti. Siz ham bir oling aka, bizni qo'ldan bir ko'ring. Mashalloh, hoji aka tushgan mevaga bitta baho oling. Mana qo'ydi qarang, parametriga bitta ishqibozon. Mana qarang aka, ona qo'ydi. Oling, zo'rini oling, tavsiya qilamiz aka. Va xolosa ketaveradi. Ishqibozlari bo'lsa Namangandamiz, Tepaqo'rg'onda. Va xolosa tanib bilib, tomosha qilib kuzatib turgan akalarimiz cho'pon bolani qo'rasidamiz bugun. Obzorda xolosa oxirgida ko'rib turing, yondiramiz.
tozalari, arashallarni yetib kelgan bugunda xolos obzorimizga. Yana zo'ridan ham chiqamiz. Bugungi obzorimizga tomosha qilib turing. 3-partiyani olib chiqamiz. Hoji aka bitta bo'g'oz qo'ydi puliga, mendan sizga padarka boshlandi. Xudo xolasa bu 3-partiyamiz bo'ldi. Bola qo'chqor. Hop. Ikkinchi bolasi ekan. Ammo dala qo'yi, bola so'rib qo'ygan onani endi aka bizni qo'lda mashq qo'y yem yeyishni boshladi. Nimagaki daladan chiqdi. Qo'ziga bittami bahoni bering. Mana qarang. Qo'chqor. Mashalloh tushgan mevasini qarang buni. Obunachilar tavsiya qilaman, oling aka. Savob bo'ladi. Yaxshi yemni berib boqaman desangiz, menga to'g'ri toza kashtan sortidan ishqibozlari bo'lsa sotiladi, bemalol aloqaga chiqarasiz. Zo'ron olaman degan akalarimizga. Turishni qarang obunachilar. Bolasi qo'chqor. Mana. Bitno garbanos dedi-yu, hamma yeri qo'zini uddor tushgan qo'chqorda aka zo'riga qo'shib qo'yilgan ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, oling. 7 million 800 ming so'm ekan. 8 million emas. 7 million 800 ming so'mga Toshkentga doğru mashq qo'yib bizning bo'ynimizga dastlabkasi. Bemalol ishqiboz o'ng sotiladi mana ishqibozlariga. Qo'yda qarang turishini. Mashalloh qo'zini qarang. Qo'chqor bolalik. Yosh narsa aka, chiroyli yemni berib boqaman degan akalarimizga xudo xolasa, ammo yeb ich zo'ragan qo'ydi. Hop, vaksina, ukor, dorilarni hammasini qildirib qo'ydik. Ishonchli narsa, daladan chiqqan uchun aka bir qator vaksinalarni qilib qo'ydim. O'ylanmay olasiz, xudo xolasa baqorasiz, o'ylanmay. Qo'zini qarang, garbanosini arqa razreziga bitta bahona bering. Mashalloh, qo'zini qarang, hoji aka. Idishiga bitta bahona bering. Inasini aka spasurchi yonidan ana aka idishini qarang qo'ydi endi. Yeb ichishini shu idishidan keyin bolasidan bilib oling. Oling aka 7 million 800 ming so'mga. Mana ishqibozlari bormidi aka? Katta bonus chegirma boshlandi-yu. Bosib oladigan yerda o'ylanmay. Qo'ydi tavsiya qilaman, oling yeb ichishini aka tomosha qilib maza qilasizda xolasa. Bitta bo'g'oz qo'y aka 8.5 hozir. Bitta bolali qo'chqor bilan sizga yetkazib beraman buni. Mana bunachilar. Bitta chini ochib qo'yingchi. Mana Tex 4 tish, mana aka ikkinchi bolasi ekan mana shu. Qo'yda qarang. Oling bosib oladigan yerda 7 million 800 ming so'm aka mana. Ko'ngildan narx chiqdi. Narx bo'ladigan ama. Toshkentga doğru bizni bo'ynimizga ketaveradi. Men bola qo'chqor aka, bitta bo'g'oz qo'ydi, mashq qo'ydi. Bitta bo'g'ozni puliga aka bugungi obzorimizdagi mana narxiga padarka bo'ldi. Tomosha qilib turing, qo'chqorda zo'rlar yetib kelgan, tozalarni. O'shalarni obzorini qilamiz, yoritamiz. Mashalloh. Bitta oq ayiqqa bahoni bering aka, tushgan qo'ziga bitta baho oling. Hammamizga nasib qilsin. Mashalloh, qo'zini qarang obunachilar. Zo'rini olib boqaman degan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Ona bolani vahshiy yiriga aka, giganti. Bola qo'chqor 3-bolasi. Qo'y 6 tish, Tex 6 tish, rasa kuchida aka. Bolani olasiz, maza qilib bosib oladigan yer to'da xolasa. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqing aka, shoshiling. Bunaqa narxda, bunaqa senada 2026 da bitta kelsa keladiki, qaytib menimcha kelmaydi. 11 million so'm bo'lsa yetkazib beraman, aloqaga chiqarasiz. Bemalol telefon qiling aka, mana oling. 11 million so'mga ketaveradi. Ammo qo'ydi yeb ichiga gap yo'q ama. Kilas ekan. Mana ishqibozlari bo'lsa sotiladi aka. Bu 4-partiyamiz bo'ldi, xudo xolasa. Bosib oladigan yer 11 million so'mga inshaalloh ketaveradi. Qo'chqorda aka qarang, xudo xolasa kech kuzga bolasini bulib qoladi, hademay. Mashalloh, qo'zini qarang. Onaga bitta bahoni bering, onani suyagiga. Idishni qarang endi. Va xolasa kimga yoqsa bemalol telefon qiling, ish bitadi. 11 million so'mga ona bolani yetkazib beraman. Bolasi qo'chqor. Obunachilar tomosha qilib kuzatib turing aka. Bundan keyinga yana zo'rlardan va xolasa yetib kelgan. Mana ona qo'yga bitta bahoni bering va xolasa 11 millionga aka arzon. Bozorga solishtiring, unaki o'rni uchun emas. 11 million so'mga ketaveradi. Qo'zini qarang aka. Obunachilar tomosha qilib kuzatib turing aka. Qo'chqorda zo'rlari nasllik uchun yetib kelgan. Shularni obzorini qilamiz, chiroyli yoritishga harakat qilamiz. Hamma qo'y aka dalani qo'y. Daladan tushyapti, pardozini qilib sal-saba qarab chiqazyapmiz. Hammasi daladan tushyapti aka qo'ylar.
Mana dehqondan birinchi qo'ldan yetib keladi bizga. Qo'lingizni 100% to'q qilib olavering, arzonni qo'yib beraman chiroyli qilib. 8 million, 10 milliondan bo'g'oz qo'yib aka, men sizga bolasi Qo'chqoridan jo'natib beraman. Qo'ydi tavsiya qilaman, oling, men qarang turishini. Tomosha qilib turing, zo'rlarini olib chiqamiz, obzorga xudo xolos yetkazib beramiz. 11 million so'mga xudo xolosa ketaveradi, aloqaga chiqarasizlar. Mashaalloh, mana qarang aka. Tozasidan yetib keldi-yu, bir jup Karashnavoy degan sortidan xudo xolosa o'tkazganmiz. Tomosha qiling aka, maza qiling qo'ydi olib, boqaman degan akalarimizga va xolosa ketaveradi. Biri Qo'chqor, biri urg'ochi. Aka urg'ochini qarang. Zo'rini olib boqaman desangiz, xudo xolosa tavsiya qilaman, oling bosaveradigan yerda xudo xolosa. Mashalloh, turishni qarang aka. Ko'chatini olaman boqaman degan ishqibozlarga hoji buva sizga zo'ri tavsiya qilamiz. Mashalloh, zo'rini olib boqaman degan akalarimizga xudo xolosa ketaveradi. Ikkovi ham qo'zi, rasa 7-8 oylik aka. Qo'chqorga qo'shib, so'lig'idan bolani olib, xudo xolosa tashab qo'yib ishqibozlari bo'lsa, ketdi. Narxini eshitib turing. 12 million so'm bo'lsa yetkazib beraman aka. 6 million so'mdan. Narxga bitta bahoni bering aka. 13, 14 pachaka mayda gap emas. Bo'ladigan 6 million so'mdan 12 million so'm bo'lsa Toshkentga xudo xolosa ketaveradi. So'lig'i bitta baholang. Mashalloh, mana qarang turishini. Hammamizga nasib qilsin, niyat qilgan akalarimizga xudo xolosa. Bunaqa hali kelmagan, ishoning. Bunaqa tozasidan olib boqaman degan obunachilarimizga xudo xolosa ketaveradi. Telefon qiling aka, ish bitadi. 6 million so'mdan 12 million so'm bo'lsa, videoda qanaqa ko'rinadi bilmadim. Kichkina narsa emas aka. Borganda Orinbek pul sanay berasiz. Qo'chqorda aka, govdasiga bitta baholang. Oling, xudo xolosa bosib yuboradigan yerda. Mashalloh, men qo'ylarni qarang. Zo'riga tavsiya qilaman aka, oling, xudo xolosa maza qilib boqasiz. Qo'ydi oldi ko'hrak, arqa garbonoz, razrez, hamma yo'g'i vobshe ideal kelib borgan. Bir jup qarang, xil kelganini. 12 million so'mga xudo xolosa ketaveradi. Ishqibozlari bo'lsa telefon qiling, yetkazib beramiz. Ammo toza narsalar. Mana aka qo'ydi parametrlar. Mana qarang, yuzda qarang. Quloqqa bitta bahoni bering. Mashalloh. Obunachilar tomosha qilib turing. Yana zo'rlardan xudo xolosa yetib kelgan. O'shalarni obzorini qilamiz, chiroyli olib boramiz. Mana aka, so'lig'idan xudo xolosa bitta bolani olasiz, maza qilib, bitta tuqqonda chiqib ketadi aka. Bu so'lig'i birinchi qoringa hali yosh qo'zi. Obunachilar kuzatib turing hoji aka. Bundan keyingi zo'rlardan yana obzorga olib chiqamiz, tomosha qilasiz xudo xolosa. Bitta like-da bosib turing. Shopir akalarimiz ham kelyapti aka, dastlabkilarga chiqyapti xudo xolosa qo'ylar. Obzorda zo'rini qizdiramiz, ketdik unda. Mashaalloh, mana qarang aka. Toza tiyanshanni qidirib yurib, boqaman degan obunachilarimizga yetib keldi. Bir jup. Bu ham bitta Qo'chqor, bitta so'liq. Mana ishqibozlari bo'lsa sotamiz. Mashalloh, qo'ylarga aka bitta bahoni bering. Hoji aka, siz istagan yo'nalishda olib boryapmiz. Oxirgida tomosha qilib turing. Nasllik uchun Qo'chqorda zo'rlarini yig'ib kelganman. Qo'ylarga bitta bahoni bering aka, bunaqa zo'rlaridan hadeb ham kela olmaydi. Kelganda bosaveradigan yerda, xolosa. Bir jup. Ishqibozlari bo'lsa sotaman, aloqaga chiqarasizlar. Ikkovi ham qo'zi. Qo'chqoriga aka so'lig'ini qo'shib, bolani maza qilib olib yurib, xolosa tashab qo'yasiz. Hobbiga-da, ishqibozlikka aka, ko'rganda tomosha qilib maza qiladigan yerda. Ishqibozlariga bir jup tiyanshan deganlaridan xudo xolosa Toshkentga dastlabkasi bizni bo'ynimizga aloqaga chiqarasizlar. Hoji aka, narxini bitta bonus qilamiz. Ketaveradi. 5 million so'mdan 10 million so'm bo'lsa yetkazib beraman, aloqaga chiqarasizlar xolsa. 5 million so'mdanga bir jupini olaman degan obunachilarimizga ketaveradi, aloqaga chiqaringlar. Aka arziydi puliga, bunaqa noyobidan hadeb ham kela olmaydi. Qo'ylarni qarang aka. Puliga vobshe arzon. Men olgan narximda aka, jeyni bilsangiz, menga ham arzon kelmagan. 5 million so'mdanga narxga bitta bahoni bering. Aloqaga chiqing, ish bitadi da xolos. Shoshiling, bunaqasidan hadeb ham kela olmaydi.
Razrezlarni qarang aka qo'ydi. Videoda qanaqa ko'rinadi bilmadimmi, qo'ylar kichkina narsa emas aka. Kichkina narsani olib kelib reklama qilmaymiz. Normalniy narsa bo'lsa, kanalimga joylayman. Zo'rini olib kelib, yuklab boraman, xudo xolasa. Qo'ylarni qarang aka. Xudo xolasa zo'ri. Ishqibozlarga tavsiya qilaman, oling. Oling aka, mana yaxshisi kelganda foydalanib qoling. 5 million so'mdan aka qo'chqoriga qo'shasiz, sog'lig'ini maza qilib, xudo xolasa olib yuraveradi. Bosib oladigan yerda aloqaga chiqing, shoshiling. Zo'ri kelganda foydalanib qoling. Tomosha qilib turing. Qo'chqorda uddorlarini olib kelganman. Obzorga olib chiqamiz, tomosha qilib tursangiz bo'ldi. 2 oy ham qo'zi, rasosi 8 oylik qo'zilar. Inshaalloh turishdi qarang mana. Mashaalloh, mana qarang aka. Toza naslga olib, boqaman degan obunachilarimizga qo'chqordi, вообще velekanadan yetib keldi. Havas qiling aka, bir niyat qiling, sizni qo'rangizda ham shunaqa zo'ridan inshaalloh bo'lsin. Nasllik uchun qo'chqorlarimiz yetib kelgan, xolos obzorimizga tayyor, tomosha qilib turing. Qo'chqorga bitta bahoni bering aka, zo'rini olib, boqaman degan obunachilarimizga xudo xolasa yetib keldi mana. Nasllik uchun tavsiya qilaman aka, tozasini olib boqaman degan akalarimiz aloqaga chiqarasizlar, sotiladi ishqiboziga, xudo xolasa mana. Telefonda qanaqa ko'rinadi bilmadimmi, qo'y вообще deyam. Klass. Xudo xolasa aloqaga chiqaring, yetkazib chiroyli dastlabkani qilib beramiz. Quloqqa garbonosga bitta bahoni bering, garbonosni qarang, mashalloh, hali qo'zi. Hop, obunachilar cho'zmaylik, narxiga keladigan bo'lsak, 7 million so'm bo'lsa yetkazib beraman. 7 million so'mga xudo xolasa ketaveradi. Ishqibozlar aloqaga chiqib bog'lanavering, chiroyli dastlabkani qilib beramiz. Razreziga bitta bahoni bering, xudo xolasa zo'rini olib boqaman degan akalarimiz bo'lsa, Toshkentga doğru dastlabkasi bizni bo'ynimizga. Hali qo'zi tish buzmagan. Telefon qiling aka, bunaqa zo'ra kelganda bir foydalanib qoling. 7 million so'mga naqshini qo'yildi, aloqaga chiqarasiz. Hoji aka, tomosha qilib turing. Bundan keyinga yana zo'rlaridan va xolasa obzorimizga olib chiqamiz. Tomosha qilib, kuzatib turing aka. Qo'chqorga aka bitta bahoni bering. Ishqiboziga bo'lsa oxirgi narxi senasi 7 million so'm qo'yildi aka. Mana zotga, aslida nasl uchun tavsiya qilamiz aka. Bu kanalda zo'rini olib chiqamiz. Har doim terib, standart zo'rlarni olib tushamiz. Obzorimizga tayyor qilib chiqamiz mana. Qo'yda aka garbonosiga bitta bahoni bering. Hali yosh, bola narsa. Xolos ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqaring, chiroyli dastlabkani qilib yetkazib beramiz. Bitta chini ochib qo'yish tolib bo'l. Mana ularlar hali yosh, bola narsa. Shoshiling aka, bunaqa zo'ra kelganda bitta foydalanib qoling. Qo'chqor turishini qarang, mashalloh. Hop, bundan keyingi aka, bundan ham zo'rlari bor. Tomosha qilib tursangiz, chiroyli bir obzorni qilamiz va xolasa yoritishga bir harakat qilamiz. Mana qo'chqor aka. Toza Qirg'iziston, Bishkek. Garbonosni qarang buni. Hammamizga nasib qilsin, niyat qilgan akalarimizni qo'rasida xudo xolasa bo'lsin. Zot olib yuraman degan akalarimizga da bu xudo xolasa. Mashalloh, stoykani qarang aka, stoykani. Bu stoykaga bolani yirtib berishdi ham hali. Tarashanga qo'shasiz, kallan bitta dog'lach, kallan dog'lab yana aka. Quloqqa qarang, quloqqa. Qo'zini bitta baholang aka, o'tkizingiz ham kelmaydi videoni. Inshaalloh. Tomosha qilib turing aka, zo'rlaridan xudo xolasa olib chiqamiz, chiroyli yoritamiz. Mana buni qarang aka, mashalloh, qo'chqorga bitta bahoni bering. Klasini olib boqaman degan akalarimizga toza idealadan yetib keldi mana obunachilar. Va xolasa sotiladi, ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Maza qilib, bolani olib ko'paytiraman degan akalarimiz telefon qilasizlar, ish bitadi. Chiroyligidan razreziga bitta bahoni bering, qo'chqordi. Mashalloh. Buni qarang aka, tikka razrez, toza garbonos, yuzlisi. Kelib qoldi, bitta nasl uchun oling. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Qo'chqorni qarang aka, hammamizga nasib qilsin, niyat qilgan akalarimiz qo'ralarda xudo xolasa bo'lsin. Ishqibozlari bo'lsa sotiladi bu ham. Narxiga keladigan bo'lsak, obunachilar
7 million so'm bo'lsa, buni ham yetkazib beraman. Telefon qilib aloqaga chiqaring. 7 million so'mga xudo xolasa ketaveradi. Bitta ishqibozi bo'lsa aka, qo'ydini tushunadi. Qo'ydi bilgan odam chirazi aniqlaydi qanaqaligini. Mashalloh, qo'zini qarang aka, qo'zini. Zo'rini olib boqaman degan akalarimizga xudo xolasa ketaveradi. 7 million so'mga telefon qiling, ish bitadi. Tolibboy badarni qanaqa badarni qo'ydi? Zo'r beryapti. Qo'chqor arziydimi puliga? Arziydi. Qizlar laytni bosib tursin. Like bosib tursin, chiroyli qilib. Oling aka, bosib yuboradigan yerda xudo xolasa. Mashalloh. Hammamizga nasib qilsa, niyat qilgan akalarimizni qo'ralarda albatta bo'lsin aka. Bunaqa naslli narsani har doim ham topib kelish oson emas aka. Kelganda foydalaning, bosib qo'yadigan joyda. Oling tomosha qilib, maza qilib videoni tomosha qilib, bir telefon qo'ying. Bugungi ishni bitiramiz. 7 million so'mga aka qog'oz emas, dollar emas, bizdan bo'lagi bo'lsa 800, 700 narx qo'yishi mumkin. Oddiy 7 million so'mga bo'lsa yetkazib beraman. Kamana qo'y, tumonlarga bitta bahoni berang. Mashalloh, bunini qarang Qo'chqorda aka. Ishqibozi bo'lsa sotaman. Ishqibozi bo'lsa Toshkentga dastlabkasi bizning bo'ynimizga. Samarqandga ham bor, Buxoroga ham bor. Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Qo'chqorni klasini olib, nasl uchun tayyorlayman degan akalarimiz, telefon qiling, shoshiling aka. Turishni qarang. Tumonlarga bitta bahoni bering qo'zini. Hop, obunachilar kuzatib turing aka, tomosha qil. Bundan keyinga zo'rlaridan bor. Tomosha qilib turing obunachilar, bundan keyinga zo'ridan bor. O'shani obzorini qilamiz, chiroyli bir yochishga harakat qilamiz. Bosib yuboradigan yerda xudo xolasa. Qo'zi aka, bitta chini ochib qo'yishdi Tolibboy. Mana obunachilar, mashalloh, bola narsa bo'ldi. Qo'ziga bitta bahona bering, hoji aka, bitta. Razrejni bitta ko'rsatib qo'ydi Tolibboy aka. Aka, bundan bolani olasiz, bir maza qilib, ko'paytirib xolasa. Mashalloh, Qo'chqorda qarang aka, Qo'chqorda. Garbanos qulog'iga bitta ahamiyat berib qo'yasiz, alohida. Garbanos boshqa dunyo, quloq boshqa dunyo. Buni qarang, mashalloh, qo'ziga bitta bahona bering, hoji aka. Oling. Qarashan sog'lig'ingiz bo'lsa, tavsiya qilaman, qo'shib qo'yib, bolani maza qilib olib yurib tarbiyalaysiz xolasa. Mana qo'zini Gulvera dedi-yu, shunaqasi yetib keldi obzorimizga. Chiqdi mana obunachilar. Ishqibozlari bo'lsa sotiladi, bemalol aloqaga chiqib bolalaring. Nasllik uchun tavsiya qilaman. Mashalloh, qo'ziga qarang aka. Yosh bola narsa hali qo'zi. Tishini bitta ochib qo'yishdi Tolibboy, mana aka yoshlarini bitta ko'ring qo'ydi. Bo'ldi. Bola narsa hali xudo xolasa. Sotiladi, ishqibozlari bo'lsa bemalol telefon qilasizlar. Garbanos, quloq, razrez, parametri kevorgan qo'ydi aka. Bunaqa naslligini hadeb ham kelolmaydi, bosib oladigan yerda. Narxiga keladigan bo'lsak, obunachilar 6 million 500 ming so'm bo'lsa ketaveradi aka. Bunaqa 8, 7 million emas, bizdagi tozasini olib kelib qo'yib, oddiy summaga qo'yaman. Ishqibozlarga xudo xolasa yetkazib beraman, chiroyli qilib. Hop, 6,5 million so'm bo'lsa, chiroyli yetkazib beramiz. 6,5 millionga katta narsa beradi aka. Go'shini narsa beradi. Bu zot yo'nalishi. Xudo xolasa bundan maza qilib bolani olib ko'paytirib yuraman degan obunachilarimiz. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Qo'zini qarang turishini. Inshaalloh, nima deyapti obunachilar? Ishqibozlarga telefon qiling aka, shoshiling. Hadeb ham kelolmaydi. Kelganda bosib yuboradigan yerda xudo xolasa. Mashalloh, qo'zini qarang aka, qo'zini. Arzon bo'ldi aka, mana shu qo'y narxi xudo xolasa. 6,5 million so'mga ketaveradi. Aloqaga chiqing. Toza shandoli boqaman degan obunachilarimiz bo'lsa yetib keldi mana. Garbanos, razrez aka dahshatga borgan qo'yga. Mashalloh, qo'ydi qarang. Oling aka, bunaqasi kelganda hoji aka bosib yuboradigan yerda xudo xolasa. 6 million 500 ga narx chaynab qo'yildi. Kichkina narsa emas aka, videoda qanaqa ko'rinadi bilmadimmi, qo'ydi parametri juda kuchli narsa. Obunachilar kuzatib boring, yana zo'rlaridan xudo xolasa yetib kelgan. O'shalarni obzorini qilamiz, chiroyli bir yoritamiz. Qo'chqorda tavsiya qilaman aka, oling, nasl uchun bosib oladigan yerda xudo xolasa. Oling mana, boqing. Qarashan sog'lig'ingiz bo'lsa qo'shib qo'yib, bolani olasiz bundan.
Hali ancha ishlatadigan narsa. Turishdi, qarang aka, turishdi. Tozasini so'ragan akalarimizga tada xolasa. Inshaalloh, mana qarang obunachilar. Obunachilar kuzatib boring aka. Puli yengillar yetib. Zo'llaridan ham chiqamiz, obzorga tomosha qilib turing, xudo xolasa chiroyli bir yoritamiz. Qo'chqorda tavsiya qilaman aka, oling, bosib oladigan yerda. 6,5 million so'mga oling mayli, bosib oladingiz mana. Toshkentga doğru dastlabkasi xudo xolasa bizni bo'ynimizga ketaveradi. Afg'onni qo'zis kelgan aka, Afg'onni ota, Afg'on ona Arashan so'ragan akalarimizga yetib kelgani, bunaqa tozasidan oling aka, xudo xolasa. Sifatiga bitta bahoni bering aka. Qo'zini qarang, mashalloh. So'rini olib boqaman degan akalarimiz aloqaga chiqasiz. Va xolasa chiroyli bir yetkazib beramiz aka. Oling mana bosib oladigan yerda. Afg'onni qo'zisi aka, Afg'onni xudo xolasa bizga yetib keldi. Onasi, otasi tayinnasi. Ishqibozlari bo'lsa sotiladi. Bemalol aloqaga chiqib balonavering aka, bu ham qo'zi tish buzmagan, yosh narsa. Mana ishqibozi bo'lsa toza aka, dumbasi bunaqa osilchami, razreziga bitta bahoni bering qo'zini. Mashalloh. Mana qarang turishini. Mashalloh, qo'ydi oldiga bitta bahoni bering aka. Va xolasa ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bitta chini ochib qo'yishni olib bo'y, mana yoshlari. Ana bola narsa bu ham, xudo xolasa bemalol telefon qiling bo'ldi. Ishqibozga sotaman aka, aloqaga chiqarasiz, xudo xolasa bemalol telefon qilasiz. 24 soat bugun inshaalloh aloqadamiz. Mana aka, qo'zini udaran olaman degan akalarimiz xudo xolasa ketaveradi. 6 million 500 ming so'm bo'lsa yetkazib beraman. Bu ham naqsiyani 6,5 million so'm qo'yildi. Aloqaga chiqing, ishqibozi bo'lsa yetkazib beramiz. Mana buni ochila. Inshaalloh 6,5 million so'm bo'lsa aka, Toshkentga doğru dastlabkasi bizni bo'ynimizga. Bemalol telefon qiling, ish bitadi. Qo'zini udaran olib boqaman degan akalarimizga xudo xolasa ketaveradi. Aloqaga chiqing, shoshiling aka, bunaqa zo'ra kelganda foydalanib qoling. Arzon aka, narxi joydan olingan summasi ham normalniy summaga o'tgan. Qo'zini qarang. Tomosha qilib turing, yana zo'rlaridan xudo xolasa yetib kelgan. Shurada obzorni qilamiz, chiroyli bir yoritamiz. Katta yirik variantda yetib keldi. Toza Qirg'iziston, Bishkek. Mana oling aka, bosib oladigan yerda. Katta qo'chqorlar kelgan, puli arzon, o'zi yirik. Xolasa 2 dona bu partiyamizga chiqadi. Buni chiroyli tomosha qilib turing. Katta qo'chqor boqaman degan akalarimiz bo'lsa telefon qiling aka, ish bitadi. Zo'rini tavsiya qilaman, oling mana. Bosib oladigan yerda, xolasa. Mashalloh, qo'zlarga qarang aka, qo'zlarga bitta bahoni bering. Addenni tegman bu narsa. Obunachilar narxiga keladigan bo'lsak, bo'ladigan narxi 6 million so'mdan 12 million so'm bo'lsa bo'ladi ham yetkazib beraman. Chiroyli qilib oling. Mashalloh, qo'zlarga qarang aka, qo'y yirik. Qirg'iziston Bishkek narsalarida, men toza narsalarda xolasa. 6 million so'mdan aka oling, mana boqaman, maza qilib narsani olaman degan obunachilarimiz telefon qilaverasizlar, ish bitadi. Chiroyligidan bir jup keldi aka mana. Addinni tema. Yirik narsa olib boqaman desangiz, xudo xolasa aloqaga chiqarasiz. Maza qilib boqing aka. Ikkovi ham qo'zi hali tish buzmagan. Kelajagi bor narsalar. Shoshiling, bugun aka yaxshi narsani tavsiya qilamiz, oling, bosib oladigan yerda. Kimga yoqsa bemalol bog'lanib aloqaga chiqarasizlar, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Mashalloh, qo'zini qarang, bu aka qo'zini. Hammamizga nasib qilsin, niyat qilgan akalarimizni qo'ralarda xudo xolasa bo'lsin. 12 million so'mga ketaveradi, bog'laning, ish bitadi aka. Bosib oladigan yerda xudo xolasa. Mashalloh, mana qarang aka. Hop, xudo xolasa ketaveradi, tomosha qilib turing, kashtangni dollar kelgan aka, oxiriga vaqti zo'ri bor bitta. Qo'yib beraman, tomosha qilib, uzatib tursangiz obzorini qilamiz. Ikkovi ham qo'zi, bola narsalar hali. 12 million so'm bo'lsa yetkazib beramiz. Chiroyli qilib aloqaga chiqing. Toza kashtangidan olib boqaman degan obunachilarimizga ketdi. 2 dona aka, bir jup kashtangidan yetib keldi mana. Oling, ishqibozlari bo'lsa tavsiya qilaman, xudo xolasa bir jup bosib oladigan yerda aka mana oling. Mashalloh, qo'zlarga bitta bahoni bering. Toza Qirg'iziston Bishkek aka bo'laram.
sariqladi, qorasi bo'ladi. Bitta keldi menga mana aka, ishqiboziga bo'lsa, chiroyli qilib yetkazib beraman. Oling, bosoradigan yerda xolasa. Toza kashtangidan-ta boy aka, razizlarga bitta bahoni bering, qo'zlarga. Narxiga keladigan bo'lsak, aka 5 million so'mdan 10 million so'm bo'lsa yetkazib beraman. Aloqaga chiqaring. Toza kashtangini olib boqaman degan obunachilarimizda xolos telefon qilasiz, ish bitadi. Mashalloh, qo'zlarni qarang aka. 4 million, 4,5 millionga barra qo'yilyapti. Hozir barra qo'zi. Kashtangi zo'r mana, ishqibozi bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, xudo xolos sotiladi. Oling mana aka 5 million so'mdan ketadi. Toshkentga doğru dastlabkasi bizni bo'ynimizga aloqaga chiqarasizlar. Mashalloh, yeyishni qarang, yeyishlarini. Tomosha qilib turing, oxiriga zo'ri bor, o'shani zo'rini qilamiz, chiroyli bir yoritamiz. Mashalloh, kamon qarang, kashtangni zo'rini olib boqaman degan obunachilarimizga uddoridan bitta yetib keldi-yu. Qo'zi narsa hali yosh. Karbonosini ko'ring ekan, mashalloh, mana qarang. Hammamizga nasib qilsin, niyat qilgan akalarimizga xudo xolasa. Uchiqorda aka zo'riga qo'shib qo'yib, bolani olasiz, xudo xolasa, meni tavsiya qilaman, oling. Mashalloh. So'ra aka, mana kashtangni tozasini olaman degan obunachilarimiz telefon qilsa, ishlari bitadi, xudo xolasa. Hop, obunachilar narxiga keladigan bo'lsak, bo'ladigan narxi 6,5 million so'm bo'lsa yetkazib beraman. Oling aka, men kashtangni tozasidan. Mana siz so'ragan toza kashtang qo'zi. Shoshiling aka, bunaqasi kelganda foydalanib qoling. 6,5 million so'm bo'lsa Toshkentga doğru dastlabkasi bizni bo'ynimizga ketaveradi. Bemalol telefon qiling, ish bitadi. Mashalloh, qo'zini qarang. Ichini bitta ochib qo'ysa olib, men obunachilar hali bola narsa. Bo'ldi. So'rini olib boqaman desangiz, xudo tavsiya qilaman. Garbonosni qarang aka, garbonosni. Mashalloh, qo'ziga bitta bahona bering, xudo xolasa. Boshqa tema aka, juda boshqa tema. Zo'ra kelib qoldi, bitta oling. 6,5 million so'm bo'lsa yetkazib beraman. Toshkent, Samarqand, xudo xolasa bizni bo'ynimiz 12 viloyat bo'lsa kelishamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Ketdi. Aka, bu partiyamiz oxiriga qo'yib ketaman. Dehqon donadondan naqd bo'g'az o'zimiz berganmiz. Hop, ishqibozlarga sotiladi, aloqaga chiqarasizlar. Va naq ekan. Yaxshi narsa aka, o'zimizdan olishgan, mana o'zim tavsiya qilyapman. O'zim yetkazib beraman, o'zimga telefon qilasiz. Ishingizni chiroyli bitiramiz. Ammo qo'ydi aka, idealligi zo'r. Qirg'iziston, Bishkekdan o'tgan. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqarasizlar va xolasa sotiladi. Ammo aka, dehqondan turibmiz. Dehqon ketyapti. Savob uchun ishingizni chiroyli bitirib beramiz. 80 plus ekan bo'ylari. Mana aka, qorinni qarang, mashalloh. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, obunachilar bo'ladigan deyapti. 7,5 million so'm bo'lsa yetkazib beraman deyapti. Men nomerimga telefon qilasiz aka, ishingizni chiroyli bitiramiz. 7 million 500 ga 3-qoringa ekan, qo'y 6 ga to'l etkizibdi. Ag'ini bitta ko'rayapti mana aka, tagi naq ekan, xudo xolasa mana. Bo'ldi, ana bo'ldi. Obunachilar, mashalloh, mana qarang aka. Naqini olib tug'diraman degan akamizga xudo xolasa telefon qilaverasizlar. 7 million 500 ming so'mga bo'lsa Toshkentga doğru ketaveradi. Aloqaga chiqqan aka, xudo xolasa ishingiz bitadi. Ammo toza narsa, sheriga tug'ibdi buni, ekta bergandik. Orasida bir oy ag'bag'i bor edi. Oling, mana dehqon xonadonidan bo'lyapti. Ishqibozlari bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mashalloh, so'liq qarang boy aka. Naqini olib boqaman degansizmiz. Va xolos aloqaga chiqarasizlar. Bittachini ochib qo'yilibdi mana aka, yoshlari. Yoshini qarang qo'ydi aka, bo'ldi, ana endi bu. O canavor aka mana. Ayo, ko'ringan yo'q. Qo'shmayapti. Aka, mana tishini ko'ring, qo'ydi tishini aka. Bo'ldi, raza kuchida va xolasa. Ketaveradi, aloqaga chiqqan aka, shoshiling. 7,5 million so'mga bosaveradigan yerda. Ammo yemin qo'y. Nima desa bo'ladi? Ramkada baqilgan. Boqishga ham qiynalmaysiz, xudo xolasa. Bundan keyingi egizagi bor-a? Egizagi bor, ha. Bitta egizagi bor ekan, o'shani obzorini qilamiz, chiroyli bir yoritamiz. Mashalloh, hamma naq qo'ydi, qarang tagini ekan. Bitta bahoni bering, to'liq qopti o'zi. Xolos, zo'rini olaman degan akalarimiz naqidan. Oling, mana 7,5 million so'm aka, 8,5 qo'yib naq qo'ydi. Bizning kanalda 1 million, hech bo'lmasa 500 ming arzonlik bor.
Maşallah. Aka bundan bir bolani oling. Bu tug'sa agar buni qarang. Bolani yirtaveradi. Xolos, sheriga vobshe zo'r tug'ibdi. Endi buni qo'yaveradi. O'sha sheriga bitta qo'shqor qo'shilgan ekan. Hozir qo'lsini ham naramanni pulga berilmaydi deyapti. Mana, shuni to'ldirib oling, siz tavsiya qilaman. Maşallah, buni qarang aka. Bolasi qo'chqorini so'ragan akalarimizga xudo xolos egizchi. Mana aka, ikki bola ham qo'chqor ishqibozlarga sotiladi. Aloqaga chiqing. Uchinchi bolalar aka 6 tadan to'ldiryapti. Maşallah, turishni qarang buni. Egizchini olay boqaman degan akalarimizga xudo xolos ketaveradi. Hoji aka, ikki oy bolasi ham qo'chqor tavsiya qilaman. Kech kuzga olasiz, ikki bolasidan xudo xolos ketadi. Osoradigan yerda o'ylanmang. Narxiga kiradigan bo'lsa yoki arzon, dehqonda bilasiz, ancha arzon bo'ladi. 12 million so'mga beraman deyapti, telefon qilaverasiz va xolos ketaveradi. 12 million so'mga Toshkentga do'rdastavkasi bizning o'yimizga. Bolani aka kashti bosib kulishni qarang. Onani ko'kragiga bitta bahoni bering, mashalloh mana. Aloqaga chiqarasizlar aka, mana oling. Bosib oladigan yer. Oxirgi partiyamiz va xolosa bittadan like bosib, kanalga chiroyli obuna qo'ying. Bugun 24 soat telefon nomeri ishlab turadi, aloqaga chiqarasizlar aka. Mana qo'ying. Ikki bolasi ham qo'chqor qarang. 12 million so'm aka, xudo xolasa optomiga 4 dan chiqaradi. Hademay qo'zlarni blok qiladi. Zo'r ekan, qo'ydi idishi baxshi ham zo'r ekan, bolalarni ham. Xolos aloqaga chiqarasizlar.